Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan guzmani guli haqida batafsil gaplashamiz. Agarda ahamiyat bergan bo'lsangiz, gul do'konlarida eski guzmaniyalar har doim katta sketkada sotiladi. Sotilmay qolgan ostatka guzmaniyalar esa juda ham arzon narxda sotiladi. Misol uchun, yangi guzmaniya 150 250 ming so'mdan sotilsa, gullash davri oxirida 15-25 ming so'mdan ham guzmaniyalar sotiladi. Va nega bunchalik arzon va chegirma narxda sotiladi? Chunki guzmaniya gullab bo'lganidan keyin nobud bo'ladi, sekin-sekinlik bilan qurishni boshlaydi. Lekin nobud bo'lishdan oldin yonidan kamida bittadan 2-3 tagacha detka hosil qilgan bo'ladi. 5-6 ta ham detkalari bo'lishi mumkin. Faqat bu detkalar taxminan 2-4 yildan keyin gullashni boshlaydi. Albatta, gul do'konlarida 2-4 yil kutmaydi. Ularga bu bosh og'riq aslo kerak emas. Shuning uchun ular katta sketkada guzmaniyani sotib yuborishadi. Sizlarga asosiy maslahatimiz esa, agar shunday sketkada gulini ko'rib qolgudek bo'lsangiz, qo'rqmasdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Chunki bu guzmaniyalar albatta gullab, yashnab davrida o'zlarini ancha tetik va yaxshi tutib olishadi. Shu guzmaniyadan kamida 1-2 ta yangi guzmaniya olsangiz, 2-3 yil parvarish qilib, bemalol gullatsangiz bo'ladi. Gullagan guzmaniya yana har doimgidek tagidan detkalar chiqaradi. Kamida 6 ta, ba'zi paytda 8 tagacha ham o'sha detkalari orqali bemalol bo'lib, ko'paytirib va o'sha ko'paytirgan guzmaniyalaringizni yaxshi parvarish qilib, yana gullatib, ularni detkalasidan bemalol yana guzmaniya gulini ko'paytirib olsangiz bo'ladi. Guzmaniya parvarishi aslo qiyin emas. Guzmaniyani parvarishini qiyin deganlar uchun alohida aytib o'taman. Albatta, to'g'ri guzmaniya parvarishi juda bir oson gul ham emas. Asosan tabiatini bilmagan odam guzmaniyani parvarishiga qiynalishi mumkin. Tuprog'ini bu guzmaniya gulining asosiy xususiyatlaridan, ya'ni parvarishda, tuprog'ini almashtirishda va og'ir yoki og'riqroq tuproqqa ekib qo'yishdadir. Bu katta xato hisoblanadi. Guzmaniya tabiatda daraxtlar ustida o'sadi. Bu epifit o'simlik ildizlarini juda kam va nozik bo'ladi. Tabiatda bu o'simliklar tuproq kerak emas. Uy sharoitida bo'lsa, tuprog'i juda yengil bo'lishi kerak bo'ladi. Suvni juda ko'p qo'yishadi. Guzmaniya tabiatda namlikni, suvni asosan havodan ichadi. Ildizlari barglari orqali suvni havodan oladi. Nozik ildizlari ko'p suvni yoqtirmaydi. Ildizlari tez chirib qolishiga sabab bo'ladi. Suv purkashmaydi. Guzmaniya nam havoni juda yaxshi ko'radi. Bizda havo quruq, shu uchun suv purkab turishi kerak bo'ladi. Suv purkash bu ham namlik ham qo'shimcha sug'orish hisoblanadi. Guzmaniyani do'kondan sotib olganingizdan so'ng albatta tuprog'ini almashtirmang. O'zi guzmaniya tuprog'i ko'p almashtirilmaydi. Shuning o'zi tuprog'ida gullash davrini to'xtatib qo'yishi mumkin. O'simlik nobud bo'lishigacha ham olib kelishi mumkin. Detka beradi. Detka berganlarida albatta tuproq holati juda ham muhim hisoblanadi. Keyinchalik detkalarni boshqa tuproqqa bemalol ko'chirib olsangiz bo'ladi. Sug'organda albatta tindirilgan iliq suv bilan sug'orsangiz bo'ladi. Sug'orishning 2 ta yo'li bor. Birinchisi, tuprog'iga suv qo'yish. Sug'orishlar orasida tuprog'ining tepasi yaxshigina qurigan holatda bo'lishi kerak. Ikkinchisi esa razvedkasiga, ya'ni o'simlik o'rtasiga suv qo'yish. Razvedkasi ichida suv har doim turishi kerak. Razvedkasi 3-2 da suv bo'lishi kerak bo'ladi. Bu sug'orish asosan hozir issiq kunlarda juda ham avj olgan hisoblanadi. Qish oylari esa aslo mumkin emas. Va albatta har kuni barglariga suv purkab turish kerak. Asosan issiqda suvni ko'proq purkab tursangiz, guzmaniyani parvarish uchun juda ham qulay holat bo'ladi. O'zimni tajribamdan guzmaniyani sug'orish yo'li esa yilni issiq paytlarida ham tuproq razvedkasi orqali tuprog'ini ozroq quritib keyin sug'oraman va bir talay to'la ozroq razvedka ham suv qo'yib qo'yaman va har kuni 2 mahal suv purkab turish kerak bo'ladi. Yaxshilab suv purkab turganingizdan so'ng guzmaniyaning barglari havo oladi, qo'shimcha sug'orish bo'ladi, nafas olishi yaxshilanadi. Barglaridan ozroq suv oqib razvedkasiga ham tushib tursa, bu juda ham yaxshi hisoblanadi.
Yilni sovuq paytlarida faqat tuproq orqali tuprog'ini ozroq quritib, keyin sug'orish kerak bo'ladi. Sovuq payt rozetkasiga suv kirmasligi kerak, chirishi mumkin, sovug'irishi mumkin. Suv purkashni ham ozroq kamaytirsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz mana shulardan iborat edi azizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.